Assalomu alaykum, hoji aka. Siz haj amallarini bajarib qaytyapsiz. O'zingiz bilan chamadonni ajvalani ham olib oldingiz, lekin mabodo yetmay qolsa boru, mana mashindan 4 yil oldin olib kelganmiz. 1 tonnagina olib kelganmiz, raza talash bo'lib ketgan. Endi mana buni ko'ring. Siz u yoqda ko'rgansiz buni, ko'rgansiz. Mana buni ko'ring. Buni o'rik holat, ya'ni ajvani o'rigi, ya'ni ajvani rutopi bu. O'ta yumshoq holatda. O'ta yumshoq holatda bundoq yeganinglarda mazza qilib yuboradigan mana yumshoq marujniga o'xshaydi. Buni agar o'zingiz olib kelsangiz yo'lda achib qolishi ham hech gap emas. Bu temperaturli rejimda kelgan. Yaqinlarga, jigarlarga, o'g'il qizlarga hozirdan ham aytib qo'yavering. Kelib ajva filiallariga kelishsa, bemalol xarid qilib olib ketishadi yoki telefon qilishsa biz o'zimiz yetkazib beramiz. Ma'lum qolib ketdi-yu. Bismillah. O'chir.